İsəmisiz, benim ismim Gülçəhrən, men Xitay meditsinası bilan shug'ullanaman. Men bugun sizga guasha bilan bitga nechik durust etib guasha yasarga o'rataman. Guasha yasaganda abzalni masla ishlatirga kerak. O'zingizning terisidan turib keladigan masla bo'larga deyish, uni qo'limizga aybatlab tutamiz. Bundan limfalarga sürtürge gerek. Mana bunun bilan biz bundağı turishni nervi, sanjao, jing nervini mana shulay etib ochamiz, bo'shatamiz. Quloqning ortlari bilan birga. An yasagan vaqtimizda manda agar sizda og'riq his etsangiz, demak sizning mana nerv sistemanizda problema bor degan anlarda ani shulay massaj bilan bitirgan yo'ling. Ondan so'ng mana bundağı nervlar, limfalarni ochirga kerak. Eğer qon aylanib yurishi, bularni ochib bitiramiz. Her birini 10 tapqırdan yasaymiz. Hazırlığımız bitti. Hazır bitki guashani başlayız. Guashalarni tutamiz. Mana bu sermig'isidan yasalgan tabiiy guasha asobat. Mana bundan olib bu yoqqa quloqning yanına qadar yasaymiz. 10 tapqir. 10 tapqirdan so'ng mandağı limfini 3 tapqir ochamiz. Mandan kelgan shirag'ib manda tushib ketsin uchun. Mana manda yasay boshlaymiz. 3 tapqir manda ochamiz. Mandan Taiyang Xue quyosh energiyasi to'shqisi degan yerga qadar mana bunda quyosh energiya to'shqisi bor. Shunday 10 tapqir yasaymiz. So'ng limfini ochamiz 5 marotaba. Mana bu yer bilan bo'ronning ustini yasaymiz. Yasab bundağı to'shqalarni bu xotin-qizning matka, mochvoy pozori mana bu to'shqalarni yasaymiz. Mang'ayimizni 3 bo'lakka bo'lamiz. Mana bundan 10 tapqir bilan yasaymiz. So'ng bu yerni yasab chiqamiz. Taiyang Xue quyosh energiya to'shqisini qadar bilan yasaymiz. So'ng mana bunday 10 tapqir. Limfini açamiz. Her bölükni yasaganda limfini açarga unutmasqa kerak. Bu bit kerakdir. Bitimizning ikkinchi yog'ini hozir men yasagan kebek, mana shulay qabatlab chiqamiz. Unutmasqa har bir yasaganda 10 tapqir mana bundan limfini 3 tapqir ocharga kerak. İlk yaqinda yasab bitirgach, mana shulay to'lqinsimon yerlarni biz qo'limiz bilan bilan yasaymiz. Chunki buningda tag'anda natijasi elbetrak bo'ladi. Mana 20 tapqir shulay 2 yaqinda üstga ko'taramiz. 20 tapqir shulay yasaymiz. Bitni üstga ko'tardik. Qo'limiz bilan dunyosan Taiyang Xue quyosh energiya nuqtasini yasaymiz. So'ng mana bu limfalarni ochib chiqaramiz. 3 tapqir shulay. Ko'zlaringizni guasha bilan yasarga yaramazsan, ko'zlarni yasarga unutmag'iz. Biz guasha bilan ko'zga yasay olmag'ach, ko'zlarni qo'l bilan yasaymiz. Jingilitib yasaymiz. Insondan ko'z olmasining nacharab ketmasin, ko'z ko'ruv darajasini ko'tarish uchun saqlab mana to'shqini kunda 100 tapqir shulay yasab o'tsangiz, bolalarga bir kunlik g'arg'onlikni bitirish uchun bek foydali. Guashani bitga kunda yasasangiz, ya'ni jengilshaytib,
Her günü kiş bilen yasasanız bittege kan damarlan kan aylanı eybetlerine kiş bilen tünde eybet yoklarga faydası diye. İrte bilen yasasanız kiş irte bilen bit al sulanıp nurlanıp maturayıp gider. Buna pek uzak vakit gitmey 10 minut köp bolsa 10 minut vakit gider. Selametlik için, maturluk için işleybiz, matur bolayık. Hatın kızga maturluk gerek.